Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'ruvchilar. Bugungi xabarlar programmamizda Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Rabia Qadir xonim va Olim Sitov efendimlar Yevropada bir oylik ziyarati bo'lgan. Bu munosabat bilan Olim Sitov efendimdan bu Yevropa ziyarati haqida bir qism ma'lumotlarni oldik. Diqqatinglar ekranda bo'lsin. Assalomu alaykum Olim efendim. Yevropaga hoş geldiniz. Rahmat, hoş. Bu qitimqi bu Yevropa safari haqida televizor ko'zimizga biroz so'zlab bergan bo'lsangiz. Albatta biz Rabia xonim bilan Amerikadan shu 19 noyabrda ayrılib 20 числа Rimga keldik. Rimga yetib kelib Rimda 3-4 kun, ya'ni Rimdagi shu zo'rliqsiz radikal partiyasida Rimdagi shu Italiyani parlamentine ait muhim rol oynayotgan bir partiya bo'lib, ularning yillik qurultayiga keldik. Uningda dunyoning har qaysi joylaridan kelgan nihoyatda shu demokratiya uchun kishilik huquq uchun kurash qilayotgan nurg'un davlatning faoliyatchilari keldi. Biz u yerda yig'inlarni ochdik. Hamda bu partiya ilgari Yevropa parlamentida nihoyatda muhim rol o'ynagan bir partiya, ham Uyg'ur davosini shu necha 10 yildan yoqi qo'llab kelayotgan bir partiya. Shuning biz u yerda ko'rishib Italiyaning parlamentini a'zolari bilan, Italiya hukumatining odamlari bilan, Italiyadagi matbuotlarni ko'rishdik. Ularning televizor, radio, gazeta, jurnallari ham Rabia xonimni oid yaxshi ziyorat qildi. Biz u Rimdagi faoliyatimizni chiroyli tugatib, undan keyin Milan shahriga keldik. Milanda u yerda Italiyadagi eng chong bir nashriyat bo'lib, bu nashriyat asosan shu demokratiya uchun, kishilik huquq uchun kurash qilgan, ham shular to'g'risida kitob yozgan mashhur yozuvchilarning kitoblarini nashr qilgan bir nashriyatga u yerda biz 2 kundagi yig'in ichib, u yerda Uyg'ur davosini shu dunyodagi mashhur donliq yozuvchilarga tanishtirdik. Rabia xonim Milandami eng chong gazeta, jurnallar va televizorda so'z qilib, ham Uyg'urlarning ahvolini bo'lib 7-oyning 5dan keyingi voqeani yaxshi tushuntirib o'tdi. Undan keyin biz Shvetsiyaga keldik, ya'ni Shvetsiyaning poytaxti Stockholm. Stockholmda biz Shvetsiyaning parlament a'zolari bilan ko'rishdik. Parlament a'zolari Shvetsiya parlamentida shu Uyg'ur Shvetsiya parlament guruhini qurgan bo'ldi, Uyg'urlar uchun yordam qilgan. Ana keyin u yerga Civil Rights Defenders degan, ya'ni ijtimoiy huquqni qo'g'dovchi tashkilotda u yerda Rabia xonim alohida Uyg'ur masalasini o'tirib qo'yib so'zlab o'tib ketdi. U yerda radio, televizorlarni ziyorat qildi. Albatta u yerda o'zimizning Uyg'ur tashkilotlari, u yerga boshliqlar, hamma xalqimiz bilan ko'rishdik. Rabia xonim u yerda Uyg'ur ayollar qurultayini qurish uchun u yerga Uyg'ur ayollar bilan ayrim yig'in ichib, nihoyatda g'alabalik oldi. Shvetsiyadan biz Germaniyaga keldik, ya'ni Myunxenga. Bu yerda Dunyo Uyg'ur qurultayining barliq a'zolari ham markazi shu yerda. Biz u yerda Dunyo Uyg'ur qurultayining yig'inlarini o'tkazdik. Uningdan sirт naq bu Myunxenda shu Germaniyada Uyg'urlarning mashrifi bo'lgan vaqti bo'libdi. Bu yerda Gollandiyadan nurg'un bolalar sama keldi. Shuning bilan oid chiroyli bir mashrab qilib o'zimizning an'anasini davomlashtirgan bo'ldik. Shu jarayonda biz 22 qarindishimizning Kambojaga qochib chiqib, hozir Xitoy iz qo'g'lab yurib, ularni qaytarib olish uchun Kambojaga besim qilganligini bildik. Bilgan zaman u chaqda asli biz planda Viennaga berib, Rabia xonimning kinosini qo'ymoqchi bo'lgan film festivaliga tang bormoqchi edik. Ammo shu 22 qarindishni qutqizish uchun Rabia xonim Jenevaga berib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ko'chmanlar idorasiga yuqori darajali boshliqlar bilan ko'rishib, o 22 qarindishimizni qutqizish masalasiga hal qilish uchun Jenevaga ketdi. Men shu bir vaqtda Viennaga bordim. Chunki Viennada shu matbuot yig'ini bo'ldi, uni bekor qilib bo'lmaydigan bir muhim faoliyat. Shuni men u yerga berib Rabia xonimning nomida so'zladim. Rabia xonim Jenevaga berib, yuqori darajali BDT amaldorlar bilan ko'rishib, 22 Uyg'ur qarindishimizni qutqizib qoldi. Undan keyin Rabia xonim Viennaga keldi. Uning aytisi shu Avstriyada keyin kishilik huquq film festivalida Rabia xonimning kinosi qo'yildi. Kinoxona 1000 yaqin odam kirdi. U yerda kino tugagandan keyin nihoyatda tomosha bilan ta'sirlandi. U yerda bir suhbat yig'ini bo'ldi. Uningga shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining tan jazosiga qarshi vakili doktor Manfred Novak apandi riyosatchilik qildi, ham taklif qildi. Shuning bilan bu munozara yig'ini nihoyatda g'alabaliklar tugdi. Shuning bilan biz uni oxirlashtirib Shvetsiya, Avstriyadan, andan keyin biz Parijga keldik. Bu Rabia Qadir xonimning Fransiyaga tunji qilgan
rasmiy ziyarati bo'lib hisoblanadi. Parijda biz mush Amnesty International'ning taklif qilishi bilan u yerda mush Fransiyadagi cho'ng kichik hamma kishilik huquq tashkilotlari va hukumat sirtidagi tashkilotlar bilan Uyg'ur masalasini tanishtirdik. Fransiyaning cho'ng kichik televizor stansiyalari, radiosi, eng danglik mashhur gazetlarda Arabiya xonimni ziyorat qildi. Shuning bilan bu nihoyat bir yaxshi bir faoliyat bo'ldi. Fransiyaniki biz shu hukumatning o'sha tashqi ishlarning odamlar bilan kishilik huquq amaldorlari bilan ko'rishib Uyg'ur masalasini o'tirib qo'ydik. Fransiyada Uyg'ur qarindoshlarimiz bilan ko'rishdik. Bir qancha qitim matbuot yig'ini va o'qishga bo'lmagan tashkilotlar bilan yig'in bo'ldi. Fransiyada Rabiya xonimning shu tarjimonini kelay yili 5-6 oyda nashr qilish masalasini nashriyat bilan so'zlashdik. Shvetsiyada biz kelay yili 7-8 oylarda Rabiya xonimning tarjimonini shved tilida nashr qilishni so'zlashib, uni bittagandik. Şu Fransiyadagi faoliyatimizni g'alabalik oxirlashtirib, biz eng oxirgi davlat bo'lgan Gollandiyaga yetib kelib, Amsterdamga keldik. Bu yerda o'zimizning xalqimiz bilan ko'rishdik, faoliyatning rahbarlari bilan yig'in etishdik. Bu yerdagi vaziyatni chiroyli, yaxshi bir o'ngshash atmosferani yaxshilash uchun tirishdik. Uningdan sirt biz bugun bir kun shu Den Haagda u yerda mush vakolatsiz tashkilotlarning o'rinlashtirishi bilan bu yerda nurg'un kishilik huquq tashkilotlari bilan so'zlashib, suhbat yig'ini o'tkazib, Uyg'urlarning ahvolini boshdan oxir tushuntirib o'tdik. Undan sirt Gollandiya parlamentining yuqori darajali parlament a'zolari bilan ko'rishib, Uyg'ur masalasini cho'qim Gollandiya hukumati va parlamentda o'tirib qo'yishni vujudga keltirdik. Undan sirt matbuot eng cho'ng gazet bilan ko'rishdik. Anan keyin bu yerda shu Xitoy masalasi, Uyg'ur masalasi eng ko'ngil bo'ladigan 20-30 tadqiqotchi bilan shu Gollandiya hukumatiga siyosat belgilashda asosli rol o'ynaydigan bu tadqiqotchilar bilan ko'rishib, yig'in ochdik. Bularga Uyg'urning ahvolini umumyuzlik to'liq tushuntirdik. Bular Uyg'ur ahvolini yaxshi bildik. Shu buni tugatib biz bu yerga turk qarindoshlarimiz bilan shu Amsterdamdagi ham shu Den Haagga bular bilan ko'rishib, bir chiroyli bir Rabiya xonimning sharpiga ziyofat berdi. Bu ziyofatda bu Turkiyadagi turk qarindoshlarimiz bilan emas, Ozarbayjondagi Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tatariston, Qrim tatarlari, Eron turklari, Iroq turklari degandek hammasining birlari kelishi bilan nihoyat bir yaxshi bir kashlik bir faoliyat bo'ldi. Shuning biz bu hisobda 11-oyning 19-i ayrilib, bugun mana 12-oyning 14-i bo'pti. Atlik yana 15-slar biz Amerikaga qarab qaytamiz. Shu bir oy jarayonida biz Yevropaning 7 davlatini g'alabalik ziyorat qilib, hukumat bilan o'xshash bo'lgan tashkilotlar bilan ko'rishib, matbuotlar bilan ko'rishib, hisobda g'alabalik holda bu ziyoratimizni bugun tugatdik. Endi Xudoyim buyursa, bu yilgi eng oxirgi eng cho'ng safarimiz bo'ldi. Kelay yil 1-oydan tortib yana dunyoning har qaysi joylariga berib, o'xshash bo'lmagan davlatlarga berib, yana Uyg'ur davosini davomli ko'kka ko'tarib, Xudoyim buyursa Uyg'ur xalqimizning ozotligi, erkinligining texim tez qo'lga kelishimiz uchun davomli inqilob qilamiz. Sizga rahmat. Rahmat. Arzimaydi. Aqyol bo'lsin. Rahmat. Sizga texim ko'p qutlug' tilayman. Rahmat sizga.